shestini sinib ketgan. Bunga boshqa blok shestini qo'yib, yig'ib, yana bitta obzor qilib o'tamiz. Damas korobkamizga blok shestimni to'rt berishni var. Speedometrni Katkasini blok shestini qo'yishimizda va 3 shestini olib kelib oldik. Endi buni joy-joyiga qo'yib, yig'ib, sho'ylab bitta yana qilib beramiz. Speedometr ishlamas holati mana shu joydan bo'ladi, mana yeyilib ketgan, bu aylanib bitgan bo'lgan. Shu korobkani ochganimizda bunga boshqa mana yangi Besmo firmasida Damas korobkasida speedometr ishlamayotgan bo'lsa, buni ham alohida to'g'irlab beramiz. Blok shestlarimizni yig'ib oldik, o'z joyiga o'rnatib oldik. Blok shestlarni yangi berishni qo'ydik. 3 shestlarga qo'ydik, mana 3. Endi o'z joyiga o'rnatib yig'ib olsak bo'ldi. Korobkamizni tayyorlab oldik. Endi o'z joyiga o'rnatib speedometr ishladi. Korobka zapchasi usta haqqilari, yo'qlari bilan 870 ming so'm bu.